do'stiki menga payom qo'ydi. Payomi katbi edi, bitilgan. Aytdiki, xohlaymanki bir masalani savol qilsam. Tagiga men bitdim-ku, va alaykum assalom befarmoyit. Men dar xizmatam. Pas menga payom qo'ydiki, men xohlaymanki faqat sado qo'yishlik bilan bo'lmaydi, ki mustaqim gapirishsam savti. O xohlaysizki tasviriy yoki savti. Oxir chandin bor payom qo'yishlik bilan meni majbur qildiki, boyat men buni gapirishsam. On vohidiki telefonimda zang urdi, ko'tardim. Aytdiki, bor men shu asosdan majbur qildim sizga ko'pdan ko'p ma'zirat tilayman ki bir mushkul xonavadan bor edi ki shuni jarayonga qo'ymoqchi edim. Fe'lan o'zim Olmonga yashayman. Va aytdiki, familiyam ham shu hozir oldimga. Agar xohlasangiz bu ham mushkulini sizga ayta olaman. Mushkul nima? Mushkul aytdiki, bizlar bu niyatda va bu narsalarni cho'tlamaydik dar qiboli xorijga kelishlikka ko'p balo mushkulotlari bor ekan. Zamoni ko'rga bordi agar familiya judogona ishga boradi, farzandlari alohida bo'ladi, u o'zi ham alohida ishiga ketadi. Ayolimni zeri taqibga edim, ba'zi vaqt telefonidan ba'zi payomlarni ko'rardim, har kim unga qasam berardimki, sen irtiboting bor qaysi bilan, senga payom beradi. Qo'rqmagin, kim senga ozor beradiki, men shu yerda u polisga borib aytgidek bo'lsam shikoyat qilsam, u menga aytmaydi. As qazo meni shakkimni 100% ga eshittirdi, men buni ta'qib qildim. Ki mustaqim nomashhur isti ustiga men xotinimni tutib olganman, tasvir oldim garda. U oldimga o'ltigandi xotinim. Janob Ma'lusoy, men nima ish qilay? Siz ayting. Agar taloq beraman desa, andakkina harakat bilan bu xotin buni hayot zindaligini barbod qila oladi. Alovat agar men aytdimki taloq bergidek bo'lsang, oqibati bu ikkita farzanding nima bo'ladi? Aytdi, ikkala farzandi ham 10 vohid bizlar bir-birimizdan judo bo'lsak, hukumat Olmon ta'vil oladi o'zi. Ayni o'sha shakli, o'sha fikra, o'sha aqidai ki o'zlariga bor, o'sha shaklga bachani tarbiya qiladi. Mujarrad to'xtagan yahudi tuzatib beradi, bas xolos. Uncha zahamotiki sizni farzandingiz ustiga qiladi, bexi beg'am bo'lingki, sizni uni musulmon bo'lib, Qur'onda va hadisda o'rgatib bersa sizga. Hayron qolimman, nima ish qilarimni bilmayman. Va mana ayolim ham agar gapirishga deb desangiz, har rostmi shuni gaplari aytdiki, meni bir Xudo urdi, men rasvo bo'ldim, shu ishni qildim va meni tutib oldi shu. Men bu natija neki ishvaroy nimada? Xorijda. Nima uchun shu ota bobomizdan qolgan sho'laganani yeb, hayoti zindaligimizni o'sha iftixor shakliga ota bobomizdek zindalik qilmalik. Zararhoy dunyoviy va uxroviy nimada? Qochoqdi. Bugina javonbachaki yoshi 30 ga borgan emasdi. Hayoti zindaligiga to 70 yoshar bo'lguncha ham bu fikri va vijdoni azob bilan dunyodan shu so'z bo'lib ketadi. Va har zaruriyatiki bor dar qiboli mas'uliyati dindorligimga bor edi, men tavsiyamni qildim. Xush qilib ishni qila ko'rmagin. Kasiki rozi ramzi bir kishini yashirgidek bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo aytadiki, men kulli buni obro'larini hifz qilaman. Tanho marbut va qizni o'ziga emas, javon ehtiyot qilmaydi. Bu qizni o'ziga layiq obro'yi bor, otasi bor, aqoribi bor, qavmi bor, xeshi bor. Hammasini obro'yiga zarba urishlik bilan. Bajuz az o'zingdan boshqa va familiyangdan boshqa hech kim bilmasin. Aziz otalarim, bu bizlarning xohirimiz. Bu javon ham bizlarning inog'amiz. Duo qilinglar, Alloh mutol bizlarning kishvarimizni bir kishvar obod va zaminaga kor zaminaga ishni faroham qilayotgan aynaltirsin. Afg'oniki o'ziga layiq g'ayrati bor edi, shujoati bor edi. Hammasi shu rohoy qochoqqa zerifo bo'lgan.